Assalomu alaykum sizga. Birinchi marta universitetda bir kun nomli video olyapman. Balkim qiziq bo'lar degan ma'noda. Millat Umid universitetida o'qiyman. Borganda qolgan videolarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bugun dars soat 9 dan 3:30 gacha ekan. To'rpara. Sekin yo'lga chiqdik. Kun juda ham issiq. Bugun 19-mart. Taxminan ob-havo sahar ertalabda ham 20 gradusga yaqin. Xo'p, bizda keyin forma majburiy emas. Shu sababli oq ko'ylak, kasm-shimlar yo'q. Sumka bor. Bunaqa katta sumkani faqat men tutsam kerak. Notebook olib yuraman ko'p holatda. Shunga bo'lmasam kichkina sumkacha taqsam bo'laveradi. Hop, ketdi. Qani universitetda nimalar bo'ladi? Bu yoqdan ko'rsatib o'tamiz. Endi joylashuv bo'yicha universitetimizning menga eng yoqadigan tarafi bu yashaydigan joyimga juda yaqin. Ya'ni bitta avtobus bilan 4 yoki 5 ta bekat to'zlik kesam bo'ladi. Ikkinchi eng yoqadigan tarafi yonida joylashganligi. Hani biz universitet yonida Navoza masjid bor. Bu bosh ofis narigi tarafda turibdi. Bu yerda hamasi IDP IELTS ham bor. IELTS topshiradiganlar shu kelib topshiradi Toshkentda. Sal yaqinlashtirib ko'ramiz. Mana shu chiroyli bino. Kirish toshmaligini ko'rmoqchi. Ozgina qoldi. Kun juda issiq. Bundan buyog'i yozda nima qilamiz degan o'y, fikr. Mayli, sabr. Hop. Narigi binosi shu bo'ladi. Bu yer benim ekologiya vazirligi bo'lsa kerak. Kazo-kazolarni mashinalari turadi. Wow. Italy. Shunaqa gaplar. Oz qoldi. Ko'p. Bizning bino Demonstration Zone. Bu yerda tadbirlar bo'ladi. Cambridge International University. O'zbekchasi Millat Umidi. Hamma kelib bo'lgan. Bitta men kech qolib kelyapman. Eshik ochiq. Tugish. Cool. Endi keldinglar. Men bachalashyapti ekan. Birinchi para dars boshlandi. Gapirmas ikkinchi para. Hop. Misol ingliz tilida yoki rus tilida gaplarni agar Word faylda xato bo'lsa, hop, Word bo'limini joyiga kiramiz ekanda, misol ingliz tilida mana agarda xato yozilgan bo'lsa, hop mana qizil yozuvda chiqdi. Biz buni bosganimizdan so'ng shuni bosamiz, kompyuter chiqaveradi. Mana qancha so'z bo'ldi. Izmeniyatni bossak, qaranglar. İzmir'de boz yapar. Zaten boz yani. Ya bu mesela. Hayata xato. Hazmas. Boz yapar. Evet. Bunu ko'rmayman. Mana ko'ryapti. Mana improve da xato bor ekan deyapti. Sichqonchani o'ng tarafini bosamiz, mana chiqaveradi. Bilim. Shunaqa. Shunaqa bo'lgandik. Narsa sinonimlar qo'yish o'rganamiz. Ketdi. Va sinonim tanlayotganda e'tibor beringlar, чтобы mening tushsin. Ikkita o'ylar ekan bittasi. Shu joyda mana. Buni bossak, endi sinonimni chiqaradi. Qo'yish uchun shu joyga tushamiz. Maslahat bosamiz. Mana big o'yinlarda enjoy bo'lgan o'zgartirdik. Endi happy o'zgartiramiz. Yana bitta shu
mishkani tariflab bosamiz. Qayta sinonim chiqar ekan. Ustoz qarash agar Shunda o'zgaradi. Ha. Yo, to'g'ri bo'lsa emas, Qadadan. so'zga qo'ygansiz o'zgaradi, boshqa so'z qo'ygan. Kengsi, easy. Bo'ldi, farqi yo'q, farqi xolos. Hech qanaqa o'zgaradi. Format xolos, man sizga ko'rinish uchun biz sarf qo'yamiz. Ashna o'zgarib tursa Faqat ma'nosiga e'tibor beringlar. И sinonim tanlaganingizda ham ko'rsatib qo'yapti. Menimcha ma'nosi emas. Endi buni man anglizcha ustoz emasman. Sizga o'rgatishim shart emas. E'tibor beringlar. Masalan, big so'zini sinonimini qilyapmiz, to'g'rimi hozir? Birinchisida bu kattalikka nisbatan beriladigan sinonimlar berilyapti, ya'ni hajmga nisbatan. İngiliz tili. YouTube'da qo'yaman. Okay, dokie. In which job do you have wear a uniform? You ask question for her, you will ask question for him. Okay, let's go. Oh yes, coming. Dubai. Bakın kopyalarını söylemesin. Yanlış söyleyeyim. In which job do you have wear a uniform? Yes. Yok hayır. Kayısı kesmedi. Siz formu kesiz. İşte example deyin. Give me three example. Huh? For example, teachers need to wear uniform and doctor, fire teacher, fire workers, the police officers. Ask me. What? What does your mother? My mother works as a cleaner and she finishes her work at about 5 or 6 p.m. What do you do? What do you do? She's a man. I'm a student. What do you enjoy being? What? Timur Temel class. Indoor or outdoor? I prefer working indoor because it's convenient to do everything conveniently and outside. Security, etc. I have no idea. What three things are the most important for your job? For you in a job? İşte en önemli şey için. For example, I need to come to my workplace on time. Also, you need to be flexible in some cases, like under pressure. Using professional sport players are overpaid. Professional oyuncular çok çok haberler mi? De böylesin. What would you like to be? What would you like to be? Kim sorarız? Nasıl güzel? Hop, İngiliz tilidan chiqdik. Dars 1:20 da tugadi. Va 40 minutlik tanaffus bo'ladi 4-paragraf orasida. 1:20 dan 2gacha odam misol uchun hozir ro'za vaqti, ro'zadan so'ng choyni ichsa bo'ladi, namozini o'qisa bo'ladi, boshqa ishni qilsa bo'ladi. Mana tanaffusda sekin peshinni o'qib qaytamiz degan ma'noda maqsad kelgandim. Shunaqa gap. Journey is great. 4-paragraf boshlandi. Universitetdan darslar tugadi va metroda bir aylanib kelishga qaror. Metro. Bu Navza metro. Shunaqa gap.